qaynonalar, erlarga murojaat ko'p qilaman. Iltimos, shunaqa qilmanglar, ayollaringni. Hozir ham sizda shunaqa fursat bor, bemalol Bir yilda mana bir kamera marta bo'lsa ham sizga bitta yo'q insonni, to'g'ri Alloh beradi farzandni, lekin mana shu ayolingiz o'sha farzandni olib chiqib bergan zavodda, zavod butun borini shu farzandga beryapti. Bitta divan, mana shu stol paydo bo'lishi uchun o'sha zavodda qanaqadir xomashyolar sarflanyapti-da, mana shu bola o'zidan o'zi paydo bo'lib qolmaydi. To'g'ri, bitta kapelkadan paydo bo'lganmiz, lekin ana shu kapelkani keyinchalik rivojlanishiga ana shu onani butun ichidagi organizmi, kalsiysi, gormonlari, temir moda hamma narsasini ona beradi-da, qurbon qiladi. Bunda olib qarasangiz, hayt, homilador bo'ldi, tug'di-da, qo'yam tug'adi deymiz. Lekin mana shu ona hamma narsasini beradi, ikkinchisiga beradi, uchinchisiga berib o'zi to'kilib qolganda o'zi kerak emas, matohga aylanib qoladi. Xotirasi esdan chiqib qolgan, eriga kulib gapirmayotgani, u ayol eriga kulib qanday kulib gapirsin? Feritini 5 bo'lsa qanday kulsin? Vitamin D si 10 bo'lsa, vitamin D si 14 bo'lgan ayol ertalabda turib kulgisi ham kelmaydi. Men sразу aytaman, ertalabda kulib uyg'onasin desam, yo'q, qanaqa kulib hayotim seriyman deydi. Mana shu narsalarni qilib beringlar. Hech bo'lmasa mazza qilib farzandi borligidan faxrlanib yurgan erkaklar, o'g'il farzandi bor faxrlanib yurgan erkaklar o'sha sababsiz bo'lgan ayolga analizlarni topshirtirib, chiroyli narsalarni olib berib, gullar olib kelib, ozgina podxod qilib qo'ysa, ana shu ayol gullab yashnaydi, ozishga motivatsiya bo'ladi. Mana shu mani anaqa erkaklarga, ayollarga yetib borsin, qaynonalarga yetib borsin deyman-da shu narsani.